Men sizlarga hozir qisqacha qilib qanaqa qilib bloger bo'lib qolganimni gapirib bermoqchiman-da. Ko'pchilik menga mana yangi qo'shilgan, yana yangi auditoriya qo'shildi, hozir kirib ko'rdim. Qaranglar, men boshida Instagramni bloger bo'laman, mashhur bo'laman deb ochmaganman. Prosta qiziqishga ochganman. Kichkina singlim ochib bergan. Kirgan mana shu Instagramni hamma ochyapti deb 2015-yil shu chechenka profilim ochilgan. O'zimcha rasm, istoriyalar, videolar qo'yib yurardim. 10 mingtaga yaqin odamim bor edi. Keyin orada bitta bloger bilan hozir yaqinmiz. Ozgina urush janjal bo'lib, odamim 25 mingtaga ko'paydi. Undan keyin 25 mingta 40 mingta bo'ldi, 40 mingtada to'xtadi. Keyin menda qiziqish paydo bo'ldi. Undan keyin men GIF konkursda qatnashdim. Ikkita bloger o'g'il bolaning GIF konkursda qatnashib, o'zim obunachilarimning sonini 300 mingtagacha yetkazdim. Lekin ichida mushskoy auditoriya juda ham ko'p edi. O'sha GIFda qatnashganimdan keyin 300 mingta auditoriyaga ega bo'lganimdan keyin reklamalar olishni boshladim. 200 mingdan, 250 mingdan kerak bo'lsa 500 mingdan ham olgan paytlarim bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Bir mo'jiza ro'y berib, kulgili video oldim o'zimcha. Prosta video oldim, uyimda ish qilayotganimni, ubоркani oldim, yuzim ham tushmagan. Unga oзвучка qildim. Bugun ertalab turib uylarimni yig'ishtirdim. Voy deb xullas gapirdim. Gruppaga o'rtoqlarimga yubordim. O'rtoqlarim tez buni postingga qo'y. Zo'r gapiribsan, juda ham kulgili chiqibdi dedi. Voy, men uyalaman dedim. Keyin postimga qo'ydim. O'sha videoyim meni 450 mingta prosmotr bo'lgan bir kunda. O'zi eng ko'p prosmotrim 20 ming yoki-da 50 ming edi. Muhammad o'g'il yoki qizligini aytganimda 50 mingta bo'ladi. Lekin 420 ming, 450 mingta prosmotr bu men uchun juda ham katta natija. U videolarim to'pga chiqib, menga nafaqat yangi auditoriya olib keldi. Meni o'zimni uxlab qolgan obunachilarimni qaytadan uyg'otib, tiriltirib berdi. Voy, men chechenkaga podpisanli ekanman, qani kuzatuvchi degan narsa ularda fikr, qiziqish va muxlislik paydo bo'ldi. Qizlar, qaranglar, bitta misolda men sizlarga qoshimga bordim, qizlar mana zo'r chiqdi. Profillarni qoldiraman desam, sizlar profilga kirasizlar-da. Agar obunachisi 10 mingtadan kam bo'lsa, takoy kam bo'lsa, desizlar-da, ko'ngillar bo'lmaydi. Lekin agar kirganinglarda auditoriyasi 300 ming, 400 ming, 500 ming, 1 million bo'lsa, odami ko'p ekan. Demak, bu yaxshi qilar ekan. Desizlar-da, borasizlar o'shanga. Tushunmasizlarmi? Baribir GIF konkurs kerak. Agar u yaxshi GIF konkurs bo'lsa, nakrutka urmasa, bot urmasa, sizlarning profilinglarni bamga tushirmaydi.